Agar 2026-yilda bo'ladigan mundial biz uchun eng og'iri bo'ladi desam, ishonasizmi? Futbol bu turnirda juda ham katta nomlarni yo'qotadi. Biz unda afsonalarning so'nggi gollarini, so'nggi uzatmalarini, so'nggi olqishlarini ko'ramiz. Ko'z o'ngimizda haqiqiy tarix yoza olgan afsonalarni, jumladan Braziliya termasida Neymarning so'nggi o'yinlarini va u bilan birga 41 yoshli haqiqiy qoya Thiago Silva bilan ham xayrlashamiz. Xorvatiya termasi afsonaviy Luka Modric uchun so'nggi ko'z yoshlarini to'kadi. Polsha o'z tarixidagi eng yaxshi futbolchisi Robert Lewandowski bilan xayrlashadi. Belgiya terma jamoasida Kevin De Bruyne fantastik harakatlarini katta ehtimol bilan mundialdan so'ng ko'rmaymiz. Niderlandiya termasida Virgil van Dijkni boshqa ko'rmasligimiz, misrliklar safida esa Muhammad Salahni ham keyinchalik ko'rmasligimiz mumkin. Mezbon Meksika terma jamoasi o'zining afsonaviy posboni Guillermo Ochoa uchun ham bu so'nggisi bo'ladi. 2014-yildagi fantastik o'yinlari bilan yodimizda qolgan Kolumbiya terma jamoasi a'zosi James Rodriguez bilan ham xayrlashishga mahkummiz. Ammo biz uchun eng og'riqli jihati shuki, hatto tasavvur qilish uchun ham eng og'iri bo'lgan Lionel Messi va Cristiano Ronaldoni terma jamoa safida, balki klub doirasida ham keyinchalik maydonda qaytib ko'rmaymiz. Aytingchi, bu jahon chempionatida qaysi terma jamoa g'alaba qozonadi? Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring.